olgan narsamni. Sen sota olasanmi? Sota olasanmi domla? Sota olasanmi domla? Gando? Qayerdan keldingsan, Gando? Qayerdan kelding domla? Qo'ychining ning joyidaman, jan. Sinib tashlayman buni. O'tdingmi sen? Yetti ma'mur nima bu? Kerakmi sizga? Nima bu? Kerakmi? Masharing qo'tam dalbiribdi. Menga flash ber. Olaman ichimdagi ma'lumotlarni o'tkazib olib, bo'ldi, boshqasini undiraman. Nimaga? Nima? Yo'q. Meni mulkimni tushunib oldingiz. Bo'lsa, Shu sudda gaplashamiz. gap ber. Tushunarsan? Nima deyishsa, qonun ichki ishlar kodeksi qonun 8-moddasi xizmat korxonasi Sizga bu. Nima bu? Chaqirdim. Nasib ochdi. Menchi Biz hamma olgan narsani shunaqa isonga qilib o'chib qo'ying. Mirobod tuman ro'disiga keldik. Qonun gaplashamiz. Ba'zi bir ma'lumotlar bor. Asosiy ishlab chiqarilgan ba'zilarga yaroqsiz. Masalan nima? Masalan, zo'rroq. Maqtagan bu. Ha? Suruk yo'q. Sizlar kimga bor? Nima qilishga hozirlar? Do'koningizga faqat video bilan ko'tarib ketish uchun savol berasizmi? Ko'chadan Yo, hozir bular nima qilish kerak? Gapirma. Nima qilish kerak? iste'molchi bilan gaplashamiz. Nima qilish kerak? Pulni qaytarib berish Siz kerak. bilan sizga hozir tushuntiraman hammasini. Siz hozir noqonuniy savdo qilyapsiz, man sizga keltirsangiz pulni olib keltirasiz. Qonun Nega? Noqonuniy ishlaysiz. yo'q, qonun ishga tushmayapsan. Qonuniy ishlaysiz hisobsiz. Qonunning so'zi yo'q. Ma'lumoti yo'q edi. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 11-moddasiga asosan ishlab chiqarilayotgan mahsulotni har bittasida ma'lumot bo'lishi kerak. Ma'lumot bo'lmagan sifatsiz hisoblanadi. Sifatsiz mahsulotni sotish va realizatsiya qilishdan. Hozir sizga sotib, do'koningizga qarab chiqamiz, chunki iste'molchimiz. Birinchidan, ikkinchidan Tekshiruvchimiz iste'molchi. yo'q, jamoatchilik nazorati. Hech kim haqqi yo'q bizga qarshi gapirish. Hozir men sotib olgan har bitta narsani tekshirib olishga agar qisroq bo'lmasa, Chetra turib xalaqit beribsan. mana Bu oladigan narsani olib turib, men huquqimni talab qilishim kerakmi? Haqqim bor. Qani turavering. Qodir umumiy bu. Ko'rmamiz tovarlarni. Bitta ma'lumot umuman yo'q. Ma'lumot yo'q. Shu ko'rinishdan ham ota chang bo'lyapti. Mana katta idishizga ma'lumot bo'lishi kerak o'zi aslida. Ma'lumot yo'q. kechagi. Bitta qonun bilan emasda, faqat juda ko'p qonunlarga keltirib o'tilgan, endi savdo sotiq bilan shug'ullanayotgan odam birinchi o'rinda odam sog'lig'ini qo'yish kerak. Bu yerda hozir ko'p narsalar ma'lumot yo'q. Qarasam, misol uchun oddiy misol uchun Bahom kanalida ham bitta qog'oz berib ketishadi. Hozir ma'lumot ko'p narsalar bor. Misol uchun ma'lumot yo'q narsalar orqaga qo'yib qo'yishadi. Misol uchun ma'lumot yo'q.
Ben bunu ham turib o'tgan. Oldinga 13-sani ishlab chiqaman. Men topdim. Rasel turgan har ikkita narsani sotib olish haqqimiz bor. Biz 4 ta semchka sotib oldik, lekin bu yerda hech qaysini ma'lumoti yo'q. Juda ko'p semchka bor. Agar kameraga qarshilik bildiradigan bo'lsanglar, bu ham qonun bilan himoyalangan antikan 33-modda tarafdan har bir shaxs ma'lumot izlash, olish, tarqatish huquqiga ega. Üstü yolda iki avucun görüşü falan. Ben bilan joy nima qilib pulni qaytarmish kerak? Ovqat beramiz ham deydi. Siz olchoq qilmadingizlar. Kamera olib gap. Kamera o'chirsan nima qilasizmi? Gaplashib olamiz. O'chir. Qayerda gaplashasiz? Ko'chada qolsin, ko'chada. O'zing kichkina bola bilan gaplashish uyatmasmi? Men sen urushaman demayman, gaplashaman deyman. Gaplashishingiz ma'nosi sal uyatmasmi? O'shani o'zi. Nima uchun uyat? Yo, çıkma. Ha? O'tdi gap. O'zmi? Bu ishni so'rayapman. Buni so'rayapman. Buni so'rayapman. Hozir olib tekistir olib shuni. Men seni seni olib tekistir. Bu yerga ma'lumot yo'q. Ma'lumot yo'q. Biz olib ko'rib, operatsiya Ja, tamam. Gelin şu tarz. Süt bağlı. Uçuş ma'lumot yo'q. Nega üstü yo'q? Üstü yopib. Masalan, kartoshka, pomidorlar ham anaqasi yo'q. Nimaga bu sotish mumkin? Boshqa joyda sotish. Kartoshka pomidor. Yo mahsulot bu ham mahsulot. Nima bo'pti bunga? Siz kimsiz? Yo, men sizdan so'rayman, nima bo'pti? Siz kimligingizni ayting bu. Siz so'rang, menga nima bo'pti bunga? Iste'molchiman, Men sizdan savol so'rayman, men ham iste'molchiman. Nima bo'pti bunga? Haqqim bor. Pashol nahvunda bo'ldi. Dalba yo'q. Nesi o'qiyapti rost? Et, menga nima bo'pti deb so'rayman. Haqqingiz bormi so'kib gapirishga? Nima bo'pti deb so'rayman. So'kilish haqqingiz bormi? Men ham iste'molchiman, sen ham Nima iste'molchisan. endi iste'molchi? So'ray mendan nima bo'ldi bunga? Kimsiz sizdan so'rayman. Iste'molchi. Voy, dalba yo'qmi? Bu jalab. So'kilmasan gapirishing. Voy, iste'molchimisan? So'kilmasan gapirishing. Iste'molchimisan? Men ham iste'molchiman. Mana olib kelib qo'yib qo'ydim men paklashga. Sizni sotib oling, bo'ldi, ketavering yoki siz hech kim Yetti, men buni nima bu? Kerakmi shu sizga? Nima bu? Kerakmi? Bashadagi qo'tam dalba yo'qdi. Menga flash ber. Flash ber. Kattasidan aka. Uçup Türkiye mevzan olma. Uçup. Mana bor. Uçup. Ya bu tatlıya var ya. Shunaqa ham ushlab turadi, nima deymiz? Voy, yipa, bu yoqqa qaragan. Qanisan sen? Orqani ol. Dalba. Bu kunda pishalar. Boribchi prezidentni gapir na, undan ko'rasi. Xalqi gapir jalab. Nimani gapiryapsan sen? Ey, dalba yo'q. Nimani gapiryapsan? Nima deb gapirish kerak? Voy, yipa jalab.
Hozir o'zingiz bosib oling. Dalba yo'q jala. Pul topyapsanmi? Pul topyapsanmi? Topolmadim. Qanaqa topyapsan pulni? Topolmadim. Qanaqa topyapsan pulni? Voy jalbayo, mana bu kameraga qarab tur, qanaqa topyapsan pulni? Voy yibban jala, bola chaqang topib, bola chaqangni-chi boqyapsanmi? To'xtab turing. Bola chaqangni boqyapsanmi? Qanaqa boqyapsan bola chaqangni? Men o'zim bolaman. Uning necha chiqsa dalba yo'qmi? Onadan so'kma. Yibbansan sen, gandonsan sen. Voq. Ben bo'ldim. Necha pul bo'ldi? Uning necha chiqsa dalba yo'q. Sambilan gaplashamiz. Chiq tashqariga. Ochdi, dalba yo'q. Melisa topasan. Voy. Ochdi. Men olgan narsamni-chi, mana shu olgan narsamni. Sen sotib olasanmi? Sotib olasanmi domla? Sotib olasanmi domla? Qando? Ochdi. Gapiga o'sha faqat gapi. Neytalda shu so'ki? Qayerdan keldingsan, Gando? Neytalda shu. Qayerdan kelding domla? Bo'ldi, yelmadi. Oling qo'ling. Sarıko'l. Amerikanskiy shkola tarafda. Sarakulka 95 degan aka. Shu yoqqa bitta Sobirjonov Yunus, faqat qarang, sizga boshdan tushuntirib qo'yay, anaqa biz ariza yozmaymiz. Voy yetmaganmi, do'konga narsa olishga chiqdik. Prosta tushuntirish xat yozib berishimiz mumkin. Mani oyim adam kela olmaydi. Do'konda narsa sotib olgan joyimizdan telefonimni olib sindirib, qo'limdagi shtativni ham sindirib tashladi odam keldi. Onadan so'kdi, 3 marta onadan so'kdi, kelib bizga yopishib urib tashladi. Do'kon Agar daram yo'qsa, o'sha sindirilgan telefon o'chirib olib Sinmay yo'q, telefon. Ha, olmayman telefon. Senganda zaifga tushib. Olaman, ichidagi ma'lumotdan o'tkazib olib, bo'ldi, boshqasini undiraman. Nimaga? Nima? Yo'q. Farqi yo'q, mani mulkim uchun bordi. Shu sudda gaplashamiz. Gaplashamiz. Hech qanaqa muammo yo'q, to'xtab tur. Hech qanaqa muammo Sizni yo'q. murojaatingiz bo'yicha kelganmiz biz ham. Sani murojaatingga men xohlagan narsaga. Sindirdi deb zaifga bergan. Mana shu telefonmi? Orqasini ko'rdik, zaryad qiladigan joyini ko'rib, narsasini yana kirib qo'ygan. Men mana shu telefonmi? Ko'rsamaydi. Olmoqchi emasman, ko'rsamaydi. Xo'p. Yaqinroq. Boshqa joyga zarar yetmaganmi? Bu mashinasini bo'lmadi, o'shani o'ziga. Sizning telefonmi? Agar Rudiga boramiz, olib qo'yishmang. Men Rudiga bormayman, telefon o'zimda qoladi. Agar unaqa qiladigan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoq. Qayerda ertaga sindirib qo'yishing mumkin. Bu ham men akaning tanimayman, seni tanimayman. Misolda. Ko'cha rasmiylashtirib olamiz. Mani haqqing yo'qmi, to'g'rimi syomka qilishga? Hop, borib rasmiylashtirish kerak shu narsa. Hukumat ichki ishlar xodimi, ichki ishlar to'g'risida qonun 8-moddasiga asosida xizmat guvohnomasi taqdim qiladi. To'xtadan siska bor. Deyim baba. Shahrozi. Telefonda yozilgan, aytganim, men bitta gaplashganman. Ariza yozmayman, chunki men voyaga yetmaganman. Ota-onamni chaqirish istayman. Sababi Men sizdan ota-onangiz chaqiraman demadim. Sizga xabar beryapsiz, telefonimni sindirdi. voqea joyida Senga gaplashishimiz telefonni bizni ko'raylikmi? ko'rishishni qaytarib bersa bo'ladi. Yo, singanligini bilishimiz kerak. Orqasiga narsani ko'ryapsiz. Hop, o'sha narsani aqli Shu kiritish yerda ham siz bo'lmasa bormaydi. Bo'ldi. Qonuniy uchun. Siz borishingiz shart emas, bo'lsa biz bu yoqda o'zlarimiz olib ketamiz, qo'llatuvchi rasmiylashtiramiz. Sizni ertaga chaqirtirib, ota-onangiz. Yo'q, men telefonimni hozir olib qo'ydim, qo'limdan hozir berish kerak. Mana narsam. Men bu bolam ham, bu yerda umuman aloqasi yo'q odam ham telefonni olib qo'yadi. Kimni? Mana men bu. Telefoningni ol. Sizni telefoningizni olib qo'yding? Ha. Ha. Bu ham syomka qilyapmi? Buni bilmayman. Bo'laga syomkani o'chirib qo'ying. Yo'q, o'chirmaydi. Ko'rmay, Telefonimni qaytarib olamiz. unutmay.
Siz telefoningizni hozir maqsadingiz nima o'zi? Telefonimni qaytarib berib, qonuniy mana narsalarni qaytarib berib, vazirashtirib, xalqqa maqsad mana shu narsalarni sotmaslik shu. Cheklashni narsa qilasiz. Bu narsaga javob beradigan o'zi tashkilotlar bor. Seskor. Sizga bor, mana shu bo'yicha javob beraman. Yo'q, buni rasmiylashtirib olamiz agar bizda hozir qaytarib oladimi? Sizga apar tekshirib ol. Xudo qo'rqib qolsa, qaytarib kerak emas menga. Sinmaganmi? E'tirozing yo'qmi? Hozir buni qaytarib oladimi, olmaydimi? Agar siz sotib oldingiz o'ylashsangiz, sizga yoqmayaptimi? Yoqmayapti chunki sifatli maqsad. Qarang, men hammasi Mutaxassismisiz? Siz mutaxassismisiz mana shu sifatsizligi bo'yicha? Men iste'molchiman. Hop, iste'molchisiz, mutaxassismisiz. Talabga Talabga javob bermaydi degan sezmi? Javob beradigan tashkilot. Siz qayerga murojaat qilishingiz kerak? 12-moddasi. Qayerga murojaat qilishingiz kerak o'sha talabga javob Ishlar berish? xodimining 11-moddasiga asosan, ichki ishlar to'g'risida qonun 11-moddasiga asosan siz bu xizmat vazifasiga kirmasa o'sha tuman daxli bo'lmasa bu narsani siz taqdimnoma qilib o'zingiz tegishli tashkilotga jo'natishingiz. Bu o'sha uchun chaqirdim. Sizlarni men jo'nataman. Sizga men jo'nataman. Hozir buni qaytarib olishga majburlashga qaytarib bering deb qaytarib Alohida nima qilib qo'ying. Men ularga va'da qilmoqchiman. Pulimni olmoqchiman. Xo'p, ezgan narsani qayda olaman? Sizga nimani jo'nataman? Sizga mana bu narsani olib borasiz. Chunki bu sifatli maqsad. Biz yo'qmagan Sizdan olaman bu narsani sizga jo'natish uchun. men pulimni qaytara olmayman. Pulingizni qaytarib qanday olasiz? Jiyan, qara, jiyan, shoshma. Men ezgan narsani qanday olaman? Telefonimni bering. Men sizga telefonni tushuntirib aytdim inshaalloh. Bo'ldi, men telefonim kerak, boshqa narsa kerak. Telefonu keyin bu chetga chiqdi, biz ishga xalaqit beraylik. Mana bu narsani o'zing ezdingmi? Son joy Ha, ezdim. ezding. Ezganingizda men qayta qaytarib olaman. Yaxshi, ko'z oldimda ezding. Qonunda yozilgan. Nima deb yozilgan? Qonunda yozilgan. Ezib tashlasin deyilgan. Chakana savdo to'g'risida qonun 29-moddasiga asosan O'to'g'ri yo'q, sifatsiz mahsulot sotib olgandan keyin suragi yo'q mahsulot sotib olganimdan keyin Qayda sifatsiz, qaydan bilasan sen sifatsizligini? men ma'lum qismini ishlatib bo'lgandan keyin olib bersam bo'ladi. Men uni olganim yo'q, ichidan yeganim yo'q. Men shuni ko'ryapman, majaqlayapman, qaytarib beraman. Pulimni qaytarib berishga majbursiz. Pulni yetib qo'lga beringlar. Maqsadlar Yerda bersa boshqatdan pul berasiz. nimaga? Shuna ma'lumni Qonunda bor. Nimaga? Puli boshqa narsa. Bu mahsulot odam ichiga tushadigan. Pul yeysizmi? Yeysizmi? Ikkinchi Sen so'ramayman. Aql qilmayman. Xo'p? yeysizmi? Ha? Ya aql ekansan-a? Men aytibman, obor sizga topshir. Bu bo'yicha men javob beraman. Jiyan. Sinib tashlayman buni. Qot dedim men senga buni. Necha pulingga? 300 ming siz bilishingiz kerak. Chek ham. Chek ham. Chek oldingmi? Yo'q. Qanday chek olding? Bergansiz. Bizda maqsad olmagan, bizda maxsus so'zlar bor. Hali chek olmadingmi? Chek bergansiz. Nima chek nima? Kimni savdo qilding? Meni savdo qildingmi? Siz bilan emas. Men mokina Nima demek ana qilasan? 200 ga to'playsan. Bu shunaqa. Agar siz men bilan ro'lga borasiz, telefonni tortib qo'yganingiz. Boyagi. Qaysi? Men tortmayman. Shogan ko'rsatdingiz. Meni ko'rsatganiga u odam ko'rsatdi. Qaytarib berdim men, e'tirozim yo'q. Hozir hisoblayapti. Telefon adashma, aka bu Boshqa aka. gap kerak. Mino. Yasmina. Tushunmaydi buni. Katta odam. Qancha? Risk shu. Qaysi bu? 35 ming yozib qo'y. Yasmina, kineye. 72 ming bu. 76. Kineye. Ma kupur Telefonu yaptır. Ama rast bu videoyu. Bilaman. Böyle yaşlar yürünmem, yoldan bir yürünmem de olmaz. Eshitmadim gapimni. 78. Olmay, sağ diye buni sindira sal. Hurmatli obunachilar, mana biz hozir o'sha muammo bo'yicha Mirobod tuman ro'disiga keldik. Qonuniy gaplashamiz.